Assalomu alaykum. O'zbekiston ahli, ishqibozlar, xorozvozlar, yaxshimisizlar? Xonadonlar tinchmi? Charchamay xoroz tovuqlarni boqib, maza qilib, zavqlanib yuribsizlarmi? Kayfiyatinglar yaxshimi? Akalar, ukalar anchadan beri, ancha emas, bir oradan bir hafta bo'lib qoldi shekilli. Video qo'ya olmadim. Xo'sh. Lekin shuni orasida juda ko'p odamlar bilan O'zbekiston bo'ylab juda ko'p aka ukalar telefon qilishdi, maslahatlar so'rashdi, ma'lumotlar almashdik. Xoroz tovuq to'g'risida qanaqa boqish kerak, nima berish kerak, jo'jalarim o'smay qolyapti, nima sababdan deb ko'plar so'radi. Men jo'ja masalasida bor-ku, orada bitta ikkita yana nozik ana sirlarni aytmagan ekanman. Jo'jalarga albatta har doim suviga vitamin qo'shib beringlar. Suviga vitamin qo'shib beringlar. Mamlakat ob-havo hozir salqin bo'lyapti. Bemalol hovlida agar mushuk olmasa, qo'yib yuborsanglar bo'ladi. Keyin suvga vitamin qo'shib beringlar. Keyin qaynatilgan bug'doy bor, 1 oylik bo'lgandan keyin berasizlar uni. Tovuqga yoki xorozga bermanglar qaynatilgan bug'doyni. O'sib kelayotgan jo'jalarga 6 oygacha bersanglar bo'ladi. Qaynatilgan bug'doy, pishirilgan bug'doyni afzalligi shundaki, semirtiradi u. Semirtirishga yaxshi semirtiradi jo'jalarni. Jo'ja qancha semirsa, qancha ko'p yesa, shuncha yaxshi o'sadi. Xo'p, xorozga yoki yosh katta tovuqga, tuxumdagi tovuqlarga, yosh katta xorozlarga bermanglar. Semirtirib yuboradi. Tovuq semirib qolsa tuxum qo'ymaydi. Xorozlar semirib qolsa yaxshi urisha olmaydi, yog' bosib qolsa, tez charchab qoladi, hansirab qoladi, qiynalib qoladi. Bularga aralashma don beringlar, imkon bo'lsa. Xorozlarga, tovuqlarga aralashma don beringlar. Misol uchun mana xorozlarim mana hozir tovuqlar bilan yuribdi, Quruq Makkada. Keyin men Toshkentda yon qo'shnim bor. Okamlar, ammam o'g'illari shu Rossiyadan asal olib keladilar. Deb mana bunaqa narsa tayinlab sotyaptilar mana. Men xorozlarim uchun oldim. Mana xorozlarim uchun oldim. O'zi bu odamniki bu. Odamga tayinlab sotadilar. Mana tarkibida yong'oq, turshi, yer yong'oq, majiz, tut, arab xurmosi, 30% asal Rossiyaniki. O'shanga mana shunaqa narsa olib chiqib qo'ydim. 1,5 kilodan bo'tdi. O'g'irgina nima deydi? Bir xil yetimmi bir narsa deydi bizda. Shu aralashmada Snickers deymizda. Biz buni Snickers. Juda quvvat kuchli. Buni men uyga ham olib qo'yganman. Bolalarimga, ota-onamga beraman. Ertalab saharlik paytda yesiz quvvat beraveradi. Endi men buni xorozlarim uchun olib qo'yganman. Shu xorozlarimni yedirib turaman. Sababiki o'zini ushab yuradi. Quvvat, baribirga xoroz zotiga quvvat kerak. Okalar, keyin ana kuni men bu armatura bor-ku, yapon. Buni o'ynab oldim. Mana shu boquvsiz holida mana hozir shu boquvsiz holi. Quruq Makkada yotibdi mana. Quruq Makka. Go'sht, tuxum yemaydi. Vesi 3 kilo 600, 3 kilo 700. Shu holida 5 kilolik xorozni sindirib yutdi jonivor. Yozni jo'jasi. Bu yapon kelgan. Buni ham tanasini ham olib kelganmiz. Yonida mana tovuq Yaponiyadan keldi. Bu ham yaqinda keldi. Xoroz keldi, 2 kundan keyin bu keldi. Tovuq keldi. Bu toza yapon o'shami, jo'ja tovuq bu. Toza yapon bu ham. Shunga aytmoqchi bo'lgan narsam bu boqilmagan xoroz bu. Quruq Makkada tuxum go'sht yemagan narsa, lekin asaldan
aralashmadan berib turaman. Xo'roz juda qiltiru, ozg'in, lekin kaltagi juda qattiq jonivorni. Keyin uyimdagi ko'p jo'ja tovuqlarni sotib yubordim. Ko'p sotilib ketdi, jo'ja qoldi. 2 haftalikdan o'tgan oxirgi partiya ham qoldi, hammasi makyon chiqdi ular. Bedanapar otasi mana shu Yaponga mana bu yerda jo'jalar turibdi, jo'ja tovuqlar turibdi, avtomat korobka bor. Legendarniy anu Tanachikorni o'g'lidan chiqqani bor. Keyin anu Yulduzchan navara qizidan chiqqani bor. Shu 3tasi qoldi, bu 2tasini baraka qildim. Anu naryoqda Koreya makyon bor, mana kallasini chiqaryapti. Buni ham baraka qildim. Bitta Rossiyadan turib bitta okan baraka qilib qo'ydilar. Bu yerda ham 2ta tovuq baraka bo'ldi. Bitta tovuqim qoldi. Keyin 2 haftalikdan o'tgan 2 haftalik bo'lgan jo'ja tovuqlarim bor. O'shalar qoldi, 4 ta dona qoldi. Bittasini o'zimni yaqin okamga shundoq sovg'a qilib yubordim. Men ularga va'da berib qo'yuvdim. Xafa bo'lib qoldilar ana kuni. Kelib menga bermading, shuncha jo'ja ochirding, sotib tashlading, menga bermading deb xafa bo'luvdilar. Endi tog'amni o'g'illari yoshlari ancha katta. 60 ga yaqin, 60 yoshga yaqinlashib qo'yapti, akam borlar. Shularga berdim bittasini. Makyon ketdimi, xo'roz ketdimi bilmadim, lekin ko'pi makyon. Menda hozir qo'yganlari makyonlar qoldi. Shu avtomat korobka tovuqim bilan Yapondan chiqqan qo'yganlari shu. Keyin akalar ukalar, YouTube tan tashqari meni kanalim bor. Telegram kanalim bor. Misol uchun telefon qilib yoki nomerimni saqlanib qilsanglar, menga yozsanglar, menga yozib qo'ysanglar, Telegramimga silka tashlab beraman, o'sha silka orqali anaqaga kirib ketaverasizlar. Xotinimni Telegram kanalimga o'tib ketaverasizlar. Telefon nomerim, men o'zim Toshkentdan, Yashnobod tumanidanman. Telefon nomerim 99 855 4401. Men bu hozir opisaniyada ham yozib qoldiraman. Kanalimda o'sha yerda hamma xorozlarimni bekorchilari ham bor. Yengilliklar hammasi o'shda. Endi YouTube kanaliga qo'yib bo'lmaydi, xoroz urishgani, narusheniya deb quplab qo'yadi. Narusheniya beradi, shu bilan keyin udayt qilib yuboradi. Men nechta kanalim yopilib ketdi. Hozir bu yana bitta ochgan kanallarimdan bittasi. Endi mana odam yig'ilib, prosmotrlarim ko'payyapti. Men bir narsani aytmoqchimanki, hech kim men shuncha mana video ko'rgan bo'lsanglar, like bosinglar, qo'llab-quvvatlanglar, podpisatsiya qilinglar demaganman. Men uyimdagi bor narsamni ko'rsataman, keyin qo'limdan kelganicha maslahat beraman. Kechagina bitta okamiz telefon qildilar-da, 6 oylik jo'jam bor edi, urishtirdim deydilar. Oyog'i lat yedi-da, og'riyapti, oqsoqlanyapti deydilar. Men aytibman, baraka topkur aka. Jo'jalarni 6 oyliklarda urishtirmanglar. Yumshoq bo'ladi-da, badani yumshoq bo'ladi, oyoqlari yumshoq bo'ladi. Hali to'qimalari yumshoq bo'ladi, lat olish ehtimoli juda katta bo'ladi. O'shanga jo'jadek yursin. Endi yoshda u hali urushga tayyor emas. 9 oylik bo'lsin, 10 oylik bo'lsin, keyin ko'raverasizlar. Bir xilladachi shunaqa xorozlar bor, jo'jaligida urishmaydi, 8 oy, 9 oyligida urishmaydi. Yoshiga to'ladi, 12 oylik, 13 oylik, 14 oylik bo'lgandan keyin urishadi. Menda turgan shu yerda Yulduzchan navarasi bordi, sotilib ketdi. O'sha ham borku, yoshiga to'lib keyin urishni boshladi. Nokautga urishni boshladi. Undan oldin unaqa qattiq emasdi u. Yaxshi edi, zo'r edi, uncha xorozni hammasini bekorchisida misol uchun yutgan, lekin mana hozir qattiq bo'lib ketdi, juda qattiq bo'lib ketdi. O'sha ham sotilib ketib qoldi. Endi uyimda sotiladigan narsa ham pashti qolmadi. Akalar, ukalar ko'pini sotib bo'ldim. Men keyin bir xil aytadi, nimaga sotyapsiz, yaxshi emasmi deb. Uyimda turgan hamma narsa yaxshi, yomon narsa ushamayman. Keyin misol uchun ishqibozlarga sotayotganimda ham yomon narsa sotmayman. O'zim ishlaganman.
Shu tovuqlardan baraka topganman. Mendan olib baraka topganlar, ko'plar baraka topgan odamlar ko'p. Rahmat ham eshitdik mashina ketidan. O'shanga meni sotishimiz sababi qon almashtiraman. Men 2 yil ishlayman. Bitta tovuq bilan 2 yil ishlayman. 2 yil ishlayman, qon almashtiraman. Qattiqlashtirib boraman, qonni kuchaytirib boraveraman. O'shani hisobiga xorozlar ham qattiq chiqaveradi. Xorozlar ham yaxshi chiqyapti, ko'z tegmasin. Yaxshi. Men misol uchun chet davlatdan shu xorozmidi, tovuqmidi nima kelsa, mana xorozlarni ushtirib olaman. Kechagina bitta akamiz telefon qilib, "Nakauch tovuqingiz yo'qmi?" dedilar. Endi men dedim, tovuqni birinchidan dedim, "Aka, tovuqni ushtirmayman" dedim. Tuxumga kirgan tovuqni ushtirib bo'lmaydi. Agar tuxumga kirmagan yosh jo'ja tovuq bo'lsa, ushtirsa bo'ladi. Ko'rib olsangiz bo'ladi o'zingiz uchun. Lekin tuxumdagi tovuqni ushtirmanglar hech qachon akalar. Ukalar, men buni shuncha yillik tajribamdan kelib aytyapman. Ko'pincha akalar tuxumdan qoladi, bu bir. Ikkinchidan, tuxum qo'yayotganda ko'toni chiqib ketadi, qonab, shu bilan tovuq o'ladi. So'yib yuborasizlar, boshqa narsa qila olmaysizlar. Tovuqni ushtiradiganni ushtirmanglar, aqlinglar bo'lsa. Ana xorozini xohlaganinglarcha ushtiringlar. Xoroz urushga chiqarilgan, tovuq tuxum berishga chiqarilgan. Xoroz tovuqni qo'shib, bolasini olib ko'paytiringlar, sotinglar, katta qilib maza qilinglar, misol uchun aytaman-da endi. Har xil savollar bor, har xil odamlar bilan gaplashaman. Harakat qilaman hamma bilan birdek gaplashishga. Bir xil asabingizga tegib, jinni gaplarni gapirib qo'yadi. E'tibor bermaslikka harakat qilaman. Bir yaxshi javob berishga harakat qilaman ko'plarga. Ko'plar so'raydi, nimaga qimmatdan sotasiz? Nimaga arzon sotmaysiz? Akalar, ukalar, hamma narsani qimmati bo'ladi, arzoni bo'ladi. Misol uchun mashina deylik, mashinani olinglar, temirda, misol uchun joni yo'q, temir. Jiguli arzon, Mercedes qimmat. Sababi ikkalasida farqi juda katta. Bu ham mashina, bu ham mashina, misol uchun. Yoki Captar'ni olinglar. Misol uchun 100 ming so'mlik Captar bor. 2 ming, 3 ming, 4 ming, 10 ming dollarlik Captar bor. Bu ham Captar, lekin hamma gap qonida bularni, qonida. Mendagi xorozlar 1 raund, 2 raund bo'ldi, adarada. Yaxshi narsa-da endi, baribir yaxshi narsa, yaxshi pul turadi. Zo'ri hamma narsani qushi ham, hamma narsani qimmatda. Zo'ri pul turadi, hamma narsani. Zo'ri mana hozir tanish bilish Toshkentlik bolalar bor, Qirg'izistonga, Qozog'istonga, Tojikistonga chiqib xoroz o'ynashyapti. O'sha jo'jaligida nech pulga oluvding, yo nech pul bo'luvdi desanglar, aytadi sizlarga narxini. Palon pulni olganman, yo olib keltirganman. Hozir mana chiqyapti-yu, qimmat xoroz tovuqlar chiqyapti, xorozlar chiqyapti-yu, misol uchun. Narxi 10 ming dollar, 15 ming dollar. Nimaga sababi nima unaqa? Chunki katta summadan urishadigan xorozda. U bir xilla qo'lab xoroz urishtirishyapti, 500 ming, 1 million so'm, 2 million so'm. Endi katta davraga chiqsa xorozlar kaltini yeydi-da. Misol uchun 3 ming, 4 ming dollarga qo'yishga qo'yolmaydi. Ular xorozga yurmaydi, ularni xorozi. Xorozda yuradigan narsa bor. Shu yurug'ini o'zi bilan mazasini qochirib qo'yadi, ancha-muncha xorozi, yaxshi yurug'dor xoroz. Gaplarim shu, akalar, ukalar. Bugun bitta kichkina rolik qilib chiqarib qo'yadigan maqsadda bitta rolik olib qo'yaman. Akalar, ukalar, hammanglarni hurmat qilaman. Negativchilar lekin hurmatda emas. Shu gaplar, akalar, ukalar, mabodo savollar bo'lsa, telefon qo'ringlar, gaplashaveramiz, akalar. Eshigimiz har doim hamma uchun ochiq bizani. Mehmon do'stmiz. Uyimga nechta odam kelib ketadi. Mehmon bo'lib, hammasini kutib, bir piyola choyini berib, gaplashib, suhbatlashib, yaxshi kayfiyatda kuzatib borishga harakat qilaman.
Sog' bo'linglar aka ukalar.